Oxirgi murojaat bu go'rkov bo'ladi. Faqat Mounjaro'da emas. Reklama, marketing, like, sodda tilda tushuntirishga harakat qilaman. Mounjaroni, ya'ni ozduruvchi peptidlarni o'zingizni qizingizga qilgan bo'larmidingiz deb. Nima qilib bo'lsa ham ozing, lekin ozing. Oxirgi murojaatingiz go'rkov bo'ladi degan videoni juda ham ko'pchilik bizga yuborishdi. Bu masala bo'yicha Instagram kanalimda, menda endokrinologim o'zlarini fikrlarini ham aytib ketgan joylari bor. Ko'rsanglar bo'ladi Instagramimizda. Endi men o'zimning shaxsiy fikrimni aytsam sizlarga. Oxirgi murojaat bu go'rkov bo'ladi. Faqat Mounjaro'da emas, любой protsedurada. Masalan, oddiy antibiotik noto'g'ri foydalansa, proba qo'yilmasa, oxirgi murojaat qat bo'lyapti. O'lim holatlari kuzatilyaptimi? Kuzatilyapti. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Hamma narsani o'zini pokazaniyasi, protivopokazaniyasi degan narsa bor. Ko'rsatma va qarshi ko'rsatma degan joylari bo'ladi. Mana shu ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalarga rioya qilinmasdan qilingan har qanaqa muolajani oxiri murojaatingiz go'rkov bo'ladi. Bu ham xuddi o'shanaqa masalada aytilgan, lekin reklama, marketing, like uchun sal bo'rttirilgan holat sifatida men qabul qildim bu narsani. Lekin kommentariyasida polniy endokrinologlar o'zigini fikrligini yozib berishgan. Chunki bu aka gipofiz bezi yana nimadirlar bilan aynan Mounjaro ta'sir ko'rsata oladigan GPP1 va GIP gormonlarini adashtirib aytib ketganlari uchun. Bu boshqa masala. Keyingi masala. Agarda preparatni shu darajada xavfli bo'lganida men o'zimga olmas edim. Oila a'zolarimga qilmas edim. Mana menga hozir bitta savol berishdi. Mounjaroni, ya'ni ozduruvchi peptidlarni o'zingizni qizingizga qilgan bo'larmidingiz deb. Endi sizlarga men sodda tilda tushuntirishga harakat qilaman. Tarozi ikkita pallasiga bir yoq tarafga qiynalgan, ya'ni semizlikdan qiynalayotgan, sahrli diabet bo'lib qolish xavfi bor yoki bu bo'lgan, yokida semizlikdan kelib chiqadigan artroz, artrit, yokida yana yurak qon tomir kasalliklari, insult, infarktlar, jigar yog'lanishi, shunga o'xshagan turli xil, yana ayollarda, qizlarda uchraydigan bepishlik kasalligi bir tarozi bir pallasiga qo'yilsa-yu, bir pallasiga ozduruvchi peptidlar qo'yilsa, men 100% ikkilanmasdan turib ozduruvchi peptidni qizimga qilgan bo'lardim. Chunki buni asorati qanaqaligini juda ham yaxshi bilaman. Ya'ni semizlikdan keyin mana bu kasalliklar sanab o'tganlarim kutib turgan bo'lsa, bu yoqda bitta peptid turgan bo'lsa, men peptidni tanlagan bo'lardim. Chunki hozirgi kunda dunyo bo'yicha aynan semizlik bu xronический kasalliklar qatoriga kiritilgan. Ya'ni bu semizlikni davolovchi peptidlar esa mana shu Ozempic, Arsema, Mounjaro, Wegovy, Retatrutid, mana shunga o'xshagan peptidlar. Zamon rivojlanyapti. Hozir nimaga odamlarda unaqa panika bo'lib ketyapti? Birinchidan, fast foodlar ishsiz qolyapti. Har xil bo'lar bo'lmas kurslarni sotadigan, o'zi bunda oshqozonni kestirib ozib olib, kurs sotadigan diyetologlarga ish qolmayapti. Shuning uchun odamlarda hozir solishtirish va jang ketyapti. Endi eslab ko'ringlar, hali antibiotiklar chiqmagan paytda, hali dori-darmonlar chiqmagan paytda odamlar ikki turga bo'linishgan edi. Kimlardir pensilin antibiotiklarini olib davolanishni davom ettirishgan, kimlardir davolanishdan voz kechishgan. Tanlov o'zingizda. Xohlang sog'lom turmush tarziga rioya qiling, xohlang sport bilan, xohlang oshqozon kestiring, xohlang nima qilib bo'lsa ham ozing, lekin ozing. Chunki semizlik bu kasallik hisoblanadi. Semizlikdan davolanayotgan patsientlarim, semizlikdan davolangan o'zimdagi natijalarimni har doim men sizlarga aytib borganman. O'zimning Instagram, Telegram kanallarimda insulinlarim 78 bo'lgani, sahrim 13 dan tushmaganligi, menda orttirilgan sahrli diabet 2-tip aniqlanganligi va bulardan keyin mendagi bo'lgan stresslarni faqat va men, turmush o'rtog'im, oilam bilishadi xolos. Menga yagona yechim bo'lib peptidlar keldi va men hozirgi kundagi holatim, analizlarim, do'postlarim hammasi idealniy darajada. Nima uchun? Chunki men stroga nazorat ostida, stroga analizlar bilan birga olganligim uchun. Hozirgi kunda internet tarmoqlarida tarqayotgan turli xil vahimali xabarlar, voy qustirdi, ichimni survordi, mazamni qochirib qo'ydi, hushimdan ketib qoldim yoki yana shunga o'xshagan gaplar hammasi faqatgina preparatni ishonchsiz joydan olganlar, o'z boshimchalik bilan olganlar, katta dozada qabul qilganlar, tez natija olaman deb o'ylab, preparatni analiz tekshiruvlarisiz olayotganlardan chiqayotgan fikrlar hisoblanadi. Hamma to'g'ri yo'nalishda analizlarni topshirib, konsultatsiya bilan, to'g'ri metodikada olayotgan va hayot tarzini normada ushlab ketayotgan patsientlarda hech qaysi birida bunaqa holatlar kuzatilayotgani yo'q. Bu peptiddan oddiy ozib oladigan, hozirgi kunda tez to'ygacha
bir oy ichida, 3 kun ichida, tug'ilgan kungacha ko'ylagim sig'ishi uchun oziq olishim kerak deb foydalanayotganlar, sizlarni ham boradigan joyinglar oxirida go'rkov bo'lishi bu aniq. Chunki gipoglikemiya paydo bo'ladi. Bu nima degani? Bu sahr tushib ketish degani. Bittada katta dozadan boshlashadi. Dozani har doim kiloga qarab belgilaymiz deb o'ylashadi. Ya'ni men 120 kiloman, men ozishim kerak, tez ozishim kerak, 7,5 dozadan boshlayman. Va o'sha 7,5 dozadan boshlab unga zo'r natija qilib beraman deb $300 pulini olishga qiziqayotgan kosmetologlar qilishyapti. Nima uchun endokrinologlar chiqib olib hozir hammaligi kosmetologlar qilmasin deyishyapti? Chunki o'shanaqa осложнениялар kuchayib ketyapti. O'shanaqa holatlar ko'payib ketyapti. Telefon orqali necha pul bo'ladi? $300 bo'ladi, $100 bo'ladi, kelishadi. Yana haftalab 2,5 dozadan olasan, keyin 5 dozaga o'tadigan joying keladi. Keyin agar senga kerak emas bo'lsa, o'sha sekin preparatdan chiqazamiz deb tushuntirsangiz, o'sha tushuntirgan gapingizni boshqa qo'sh tirnoq ichidagi mutaxassislar u seni kichkina dozada ushlab turibdi. Sen oldiga har hafta borishing uchun sendan yaxshi foyda qilyapti. Unaqa qilish kerak emas. Katta dozada olsang tezroq ozib olsang bo'ladi deb ularni xayolini chalg'itib olishyapti. Bu yerda ikki tomonning aybi bor. Birinchidan, tez ozishni, tez natija olishni xohlaydigan, o'zi analiz topshirib keling, tez topshirmaydigan, sog'lig'iga befarq bo'ladigan patsientlar aybdor. Ikkinchi taraf, o'shanaqa patsientlardan yaxshigina soqqa qilayotgan mutaxassislar aybdor bo'ladi. Lekin negativlarni ham o'sha analiz topshirib kelmayman, tezroq olsam bo'lmaydimi, analiz topshirmasam bo'lmaydimi, endokrinolog konsultatsiyasi nimaga kerak deydiganlar yozishyapti. Chunki ular aytganini qilishmaydi. Ularni o'zida ayb. O'sha negativ fikr bildirayotganlarning o'zida ayb. Hozirgi kunda juda ham ko'payib ketdi. Men 1 yil oldin mo'ljal olgan paytimda bitta 2,5 dozasini $300 ga olganman. Respublikanskiy endokrinologiyada olganman birinchi dozasini. Lekin savollarimga javob topolmaganim uchun men Yevropaga chiqishga majbur bo'lganman. O'sha yerdan обучение olib, o'sha yerdan konsultatsiya olib, o'zim davolaganman bu preparat bilan. 4 oy, 5 oydan keyin uje men bu narsani maslahatlar orqali tavsiya qilishni boshlaganman. O'zimda bo'layotgan rezultatlar, o'zimda bo'layotgan o'zgarishlar bilan. Hozirgi kunda juda ham preparat bizga turli xil yo'llar bilan kirib kelyapti. Chunki aynan ozdiruvchi preparat Mounjaro yoki Retatrudit O'zbekiston Respublikasi hududida registratsiyadan o'tmagan. Lekin hamma o'zi prosta umraga borgan odam ham, kiyim-kechak magazin sotadigan ham, oziq-ovqat sotadigan ham, kim chet elga dam olgani chiqib kelsa, o'zi bilan Mounjaro preparatini ko'tarib kelyapti. Endi uni saqlash qoidasi qanaqa bo'lyapti? Prosta cho'ntagiga solyapti, 2-3 ta pachka ruchka olib kelyapti. Ko'chada o'tda $100, $50 ga sotib oladi. Sizga olib kelib beradi. Mana menda Mounjaro bor, $50 ga, $100 ga olib qoling, sotib bering. Men o'zimga ham bir kunda juda ham ko'p patsientlar murojaat qilishadi. Meni qarindoshim yoki erim yoki qaynatam yoki qaynanam chet elga boruvdilar, menga 15 doza olib kelibdilar, qanaqa ishlatishni o'rgatib qo'ying. Men hech kimga hech qanaqasiga preparatni qanaqa ishlatishni o'rgatib qo'ymayman. Strogi endokrinolog konsultatsiyasi, endokrinolog nazorati orqali belgilanadi. Hech kim sizga hech qanaqasiga onlayn konsultatsiya belgilab bera olmaydi. Aynan Mira Medical klinikasida umuman onlayn konsultatsiya yo'q. Nafaqat Mounjaro, boshqa protseduralarga ham onlayn konsultatsiya qilib bera olmaymiz.